Bir kuni Bahubali onasidan ruxsat so'rab, yangidan yezib Bahubali qiz bola keltirish qo'llanmasiga material to'plash uchun boshqa ellarni kezib kelmoqchi bo'ladi. Balam, safarga chiqyapsa, sirtning qizlari bek yomon. Diqqat qilji-mu balam. Mahallimizda sen chachirmagan qizlar qolmadi. Ular seni hozir Bahubotqaq deydigan bo'lyapti. Unda qilaversang, bugun chatroq deb noming chiqib ketmasin. Shunga eng yaxshisi Katappani evol. Validam to'g'ri deydi shahzoda. Nima qilaman apa bu tazni? Shahzodam to'g'ri deydi valida. Saz yigitning do'sti taz yigit deb anglamaganmi? Validam to'g'ri deydi shahzoda. Bo'ladi ana. Validam davrdi shahzodam. Chig'ning bordi go'shya debdiki. Oldimizda yo'yongchi bor. Ashada to'shaq qizlar bor deydi. Shu yak bir o'tib kelmamdoq. Bakölchakning suyi bo'ldi-ku. Bir qapas ichib deyli. To'satdan suvning ustiga bir tup yovshan bo'lib ketgan jangshifillar chiqib qoladi. Voy, bu yer to'shaq so'ngrin to'kkan-ku. Bu zodini bo'lib ketdi. Ansirab ketmang shahzodam. Bular yandan bayanning filmlarining haqsiz chiqishini saqlab yotganlar. Yana bir tarafda xon validi Bala diva bilan yangi kayfoning planini muzokiralashayotdi. Balam, ma ordining keyniga biz xandonlikning archisini sanmoqchi. O'zang beshida turib, bahoni qiqas o'stirib, not simdan birni qo'yib, o'ymilik so'tsini bir qilib baqamsa, jini mana. Kerak emas fangchan uylaring. Kerak emas shirin so'zlaring. Dingpov kabi sening ko'zlaring. Nima desang ras, hey, ching aydi mama. Diqqatimiz davomliq Bahubalida bo'lsin. Bahu bilan Katappa ko'chada o'tgan qizlarga nomer qo'yib menvatdi. Oy, mollarning faqat tayini yo'q-ku bu yerda. Dal bu chaqda Kuntala davlatining Taqtirvon atrati bu yerga kelib qoladi. Taqtirvon ishida o'ltirgani Kuntala davlatining malikasi go'zallikda tangdishi yo'q, hozirgacha yigit yo'q Sharvonaxon edi. Bundaq chiroyli qizning malisiga qadam tekshirib qilganligini ko'rgan qaroqchilar "Voda" desa "Voda" deyishib, malikaga qarab yuguraydi. Bu qizning o'zini jamolini ko'rgan Bahubali, "Ha, 90 nomer qo'yibetdim, charrinlarni yuyivetdim, haspa menga Katappa, taqdirimga yezivetdim." Sharvonaxon faqat bir soyib jamolla bo'lib qolmasdan, yana teqi dangliq qilishvoz chamboshchi, yogachi, masoji edi. Hamma sohalarda oltin medal olgan bu qiz ko'z-ko'z qilish uchun burun quloqlarga medallarni esib yuratdi. "Hasaki! Hasaki! Hasaki!" Bahubali bu qizga qarab ichidan suyunib ketdi. Ha, bu qizning chiroyidan qarsam, g'azab tayoq ko'tardigan chiroygo. Bir kunda 3 qitim ursammi ko'tardigan chiroy. Dushmanlar kayni-kaynidan bostirib keldi. Lekin Bahubalining xiyoli bu qizni qandoq urishdi qoldi. Dushmanlarni yer tishlatgan Sharvonaxon Bahubali bilan Katappani ko'rib qattiq ranjib ketdi. "Chiqing, nima qilishding? Men o'zim yolg'iz cho'ngluda tanjang qilib ketdim. Birazdan kelib pujo qilishmiding? G'azab kim birini bilaysizlar-ku? Ranjiman qinim. Mening bu jiyanim endi boshlang'ichni bitdagan. Sal aqli kamtuk. Hayotim men uni doye qil aketgan. Sizdek qavshular yetakchilik qilmasa, ma bola menimi qingli qildigan chiray. Xanam menimi deyli qilib qo'ying, menimi deyli qilib qo'ying. Am, oldu. O'zimmi gutay. Bu odamning ismi Jasorat bo'lib, to'yminni tejab qilish uchun o'zining navir singlisi Sharvonaxonni olaman deb kus-kus maytsiga urdigan, lekin intoyin qo'rqinchoq to'qipoqi bir nima edi. U Sharvonaxonning oldida o'zini ko'rsatib qo'yish uchun Bahubaliga qilishvozlik o'rgatdi. Esingda bo'lsin. Boshda jasudim birini olsa, andin mandaraq bir qilishni ilib, manda chapsa, manda chapsa. Bahubali Sharvonaxonning chiroyiga qarab, o'zini bilmagan asosda birli kuchab ko'takni o'ttirdan ishki qilib dedi. Bir chet turgan Katappa gupponchilik qilib, bu tuk bilan hammasini jasoratga otdi. Xalqlardan jasoratning dahshat bir chanaydigan bo'lishganligini anglab, Sharvonaxon uni izlab kelib, naq maydonda ko'takni chanab berishini so'raydi. Anlasam sizni bek chanaydi deydi. Chanamsiz chananga, menimi chananga. Bu chaqda Katappa tuyuqsiz yugurib kelib, uni to'sib oldi. "Ey hocam, ukash o'g'anda bek kuchab ketmang. Siyriqatni eshitib olasiz. Davomini ko'makchi bo'lsangiz, pano saloniga kiring. Salon nomi boshpat yizig'liq." Bir qo'y to'lab ko'ramishdi. Qovg'amni egib. Tfi!